Akalar, day degin, ya'ni yerda kabli xazina topamiz akalar. Men bu o'yinni o'ynaganmanmi, yo'qmi bilmayman, esimda yo'q. Короче, bu o'yin qarasam yangiroqqa o'xshardi bunisi. Qanaqaligini ko'rmoqchiman. Bari nima bo'ladi, nimalar bo'lmaydi bilmayman-ku. Aka kutib bizga o'rgatyapti hozir. Hop, atrofni ko'rmoqchiman, qimillatma. Tak, mana. Bu biz uyimiz ekan, bu yoqda narsalar bor ekan, mana arqon. Arqon nimaga? Xitoy bu yoqqa bor deyapti. 3 ta $1 ekan, anaqa tosh. Shuni sotdik, tag bet shop. Bitan 6000 ga laqatgamiz chetirsak bo'lar ekan. Yaxshi. Endi borib kavlaymiz ekan akalar. Xo'p, jigar bunaqa o'rgatmagan menga. Ko'rinib turami toshlari? Nima u? Energiya. Energiya qolmas ekan. Hop. Kol degani $2 ekan. Bu $4 bo'ldi, вообще. Bundan energiya aytib to'ldiramiz. Da energiya mana $2 ga yaxshi, kamroq anaqasi. Hay, piniki. Asabiylashganimga e'tibor bermaylar aka, men shuna anaqa ko'p asabiylashadigan bo'lib qolganman. E'tibor bermaysa, tabii bu yoqqa bor debdi. Qarilarda internetda yozib qo'yadi-ku. Onasi hamsin reklama qilmasa-da. Xo'p, kabellikcha Tayvanda chiqdi. Qarnada hozirchaga. Keyin ana o'qigandan keyin yo'q, mana bitta. Yaxshi energiya tez ketmas ekan, boya tez ketib qoldi. Inventarim to'lmadimi? Tak, inventarim qayerda ko'rsam bo'ladi? Mana 3 ga 3 inventarim to'libdi. Tak, 3. Tak, bunday qilamiz. Necha pulimiz bor bizda? 49 ming pulimiz bor ekan, uni ko'paytiramiz. 5 tagacha bo'libdi. Okey, menga farqi yo'q, jigar. Lekin mana yaxshi ketyapti hozircha. Kolmi, nima edi? Kol degan nima edi o'sha nomi? O'shanaqani ko'proq chiqish kerak bizga. Ana endi menga yan to'lib qoldi. To'xtanglar, anaqa tuguncha qilaveraylikchi. Tak. Men tansa qiziqtiryapti-da. Chuqur kavlaymikan yoki ne yon tomon qilib kavlaymikan? Chuqur kavlasam sal uzoq. Onaqacha to'xtatib sotib keladi onasi ham. Qani qayerda sotish? Sotib kelmasam bo'lmaydi hozircha. Tak. Nimani kuchaytirsam bo'ladi? Men energiya bitta olaman. Batareya shart emas. Hozircha yo'qdi. Uni ko'paytirib, ko'proq ketsa mana shunga. Hop. Nima? Nimalar chiqishini aytarkan. Va mana 55 metrda tunnel bor ekan. Mayda safe bor ekan. Yaxshi. Shunda biz chuqur kavlashimiz kerak bo'ldi akalar. O'ragan 2 bo'ldimi? Tushunaymi? Havash o'rtadan kavlab ketaveramiz. Stream qilaman akalar, qaranglar.
Buni stream qilaman desam-da, misol uchun. Stream qilmoqchi bo'lsam bo'lmaydi. Bu reklamasi bor ekan-ku. Reklamasi odam joniga tegib ketadi. Hozir men bu yerda qirqib qo'yaman reklamani. Короче, o'rtadan kala tushyapman, bilmayman. Chekkadan kala tushsam zo'r bo'lardi-yu, men. Anaqam kam qoldi meni. Ha, may. Ya, tushsam anaqa bo'lar ekan. Tushsam anaqam kamayarkan, tak. Ya, opayni kes. Aynan. Taymona qilib bitta bo'lmas ekan. Bu. Samarsa 100% normal ekan. Men ko'proq mana shu kerak-da, mana. Men tosh olmayman bo'ldi. Tosh kerak emas endi bizga. Pulimiz 45 ming o'tdi, yaxshi. Mana qolaman. Men kuchaytirmasam bo'lmaydi, lapatgan kuchaytirish kerak asosan. Keyin bu yoqlar bo'laveradi. Yaxshi, ko'p chiqyapti. Sal bunday anaqa yoyib kablayman. Ya 4-o'rama bo'lib ketdikmi? Qo'y. Men sakraydigan bor ekan. Lekin endi men anaqani yo'q qilgandan sakrab anaqa qilgan yaxshi. 74 ming mana kuchaytiraman. Okey. Tak, nima uchun mana batareykani kuchaytiraman. Mana kuchaytiraman, keyin bitta anaqa qilaman. Bo'ldi, ketdik endi. Endi prosta pulda muammo bo'lmay turgan paytda ko'p narsani olay demoqchiman-da. Ertaga pulda muammo bo'lib turgan paytda olmay qolishim bor-da. Yangi anaqa topildi. Mana buni qaranglar. Nomi nima ekan? Copper. Yaxshi, copper topildi akalar. Bu degani voy, nima olib qo'ydimmi? Joyim to'lib tashlab olmayman men. Hozircha bizga pul kerak-da. Shuncha. Bu nima endi? To'xtanglar. Men qayerga ketib qoldim? Wow, piramid. Endi bu yoqda kablayman. Rostdan? Серьезно? Bu degani akalar, hali bu video ko'p chiqadi degani. Da. Mana nima hozir bet to'xtanglar. Men shaqqa kelib xazina olaman-da. Yonasi kerak emas, men qaytaman, keyin boraman yoqqa. Oldin mollarni o'zim joyim kablab olay, keyinchi anaqada videolardami boramiz. Mana joy to'xtatgandan keyin. Inventarim to'lib. Voy, inventarim to'lib qolgan-ku meni. Tabiatdan sakrab chiqa olaman men qiziq. Mana portal ochildi aka, mana shu yoqqa borib inoqlamiz. Tak, mana bu $10 ekan. Wow. O'shani ko'proq olish kerak ekan-da, $10 ekan menga yoqdi ekan. Buni keltirib olamiz. 100 yig'ib, to'xtanglar. Bomba anaqamiz bor ekan, tak, bitta. Mana qo'yibmiz. Bizda fonarik bor ekan. Fonarikni keyin olaveramiz. Hozircha menga fonarik kerak emas. Men necha metrga tushibman? Bu qanday ko'rsam bo'ladi ichini? Kalasi oyog'imni.
Unaqa chiqdi hatta. Bu yaxshi 10 ekan akalar, menga o'sha yoqdi. $10. Karl, tasavvur qilinglar, $10. Tosh bo'lib chiqmay endi, tosh kerak emas menga endi. Bu anaqa topilmay qolgan narsa o'sha paytda olib sotib yuboraman o'shalar. Palaka tosh olib qo'ydimmi deyman. Tematdan bitta ko'rdim mana. O mana. Endi mana shuni ko'proq yig'ishim kerak. Oltinchi uravmi? Seriously? Batareyam kam qoldi. Ha, mayli, batareyam kam qolgan bo'lsa hissa qilmang. To'ldirib olaman-da, oldingi kavlab olay. Cho'ta chiqmayaptimi endi? Yonlari kavlayman deyman-a. Qaranglar, o'yinda bitta Nento tomoni bor ekan. Nento tomoni mana shu bunday anav ketib qolishi. Endi ketgan paytda atrof qizilib qolyapti-ku, o'sha Nento narsa ekan akalar. Nima Nento deb bo'lmaydi-yu, chunki bizda anav qilar-ku, nima deydi? $2 uribdimi akkalasi qo'yam. Nima deydi, bizga qachon o'layotganini aytib turadi-ku, to'g'rimi? Tak, qaranglar, biz nima kuchaytirsaylik bo'lar. Ular hali ochilmas ekan. Давайте mana kuchaytiramiz. Menga hozir yosh inventar kerak-da, inventarni kuchaytirsam, ko'proq ketadi-ku, ko'proq pul bo'ladi keyin. Voy. Menga ana shu narsa muhim. Ko'p pul degani boy degani. Boy ketamiz degani. Fanarik qimmatmi-kan? Onasi ham 50 ming 10 bu qilsin shuni. Fanarik qimmat. Mayli. Necha? Pul to'plab olamiz. Atak. Shunaqa kalda. Nima qilish kerak? Darsi qiziqyapman-da, ha. Masalan, haqiqiy hayotda mashina kablab ketaversa-da. Qanday bo'lar ekan-a? Iron deydimi? Akalar, kablab ketaversa qanday bunday? Qaqacha borar ekan, tagida nimalar chiqar ekan, o'shalarga qiziqyapman men. Biron kim o'sha ko'rayam ekan-a, men oldin bloger bo'lganman-ku. Somchiga o'xshab. Nimadir sindi deydimi? Qani chiqaman endi? Opamniki. Falakka. Mayli, necha. Buni sotamiz. Keyin bittani qolishim kerakmi? Nolsam. Xo'p. Men nimani ko'rmoqchi edim? O'zimga zina qilishim kerak-da. Jonim ketdi. Seriously? Jon ketarmikan? Voy. Jon ketadigan bo'lsa. O'shini anaqa olgim kelmay qoldi akalar. Endi faqat mana anaqa olgim keladi, $10-ku bu. O'shamdan to'ldirmoqchiman. 8 necha o'ramim ketdi tarzovi. Voy, ishqib. O'zi bor-ku buni. Kechqurun ko'rgan yaxshi. Xo'p, men 5 metrga tushibman.
Tak, mana bundan ko'ra inson chiqib ketdi meni. Tak, 5 metrga tushgan bo'lsam, 8 metrdamikan anaqa? Sef 8 metrda bo'lsa kerak, bilmadim. Men hozir aytganda anaqadaman-ku. Oho. Znak qo'yishim kerak hattan. Barakat. Hoppa, qani men joyim? Mana. Sotvoramiz. Shu. Tak. Mana qo'yaylik. Tak, o'yin internetli akalar. O'yin internetli. Yopiq-ku. Buni qanday o'ynasa bular? $20 pulimiz bo'ldi. Nima? Keyingisi pulli ekan. Tak, bu yerda nima bor ekan? Bu prosta o'tirib aniqlaydigan narsamiz ekan. Tak. Ochlam? Ochilmas ekan. Tak, uyimchilik hech bo'lmasa aytdan ko'ra. Vau, uyim zo'r ekan. Tak, mana bu anaqa-ku, aytdim-da, yoqib qo'ysa o'tirasizlar maza. Tak, mana ochlam. Bu yerdan kalitni topsak kerak akalar, yana bilmadim. Bu portal. Voy, yana jonim ketdi, men esini. Voy, yo'l qilmapanku, esidan chiqib ketdi meni. Mana 9 bo'ldi, bir-ikki. Buni ko'k rangmi? Iron ekan bu-chi. Cool. Iron nech pul ekan? Ironni bilmadim men hali. Iron olyapman hozircha. Ironni men bilishim kerak, nech puliga. Iron qimmat bo'lsa, o'shani ishlatib olish kerak. Tak, men 6 metrga tushdim. Olma uni. Reklamasi hozircha tegdi. Bu o'yinni olsalaring, reklamasiga chidab o'yinglar. Ruslarga bilinmaydi hozir. $30 pul topdim. Yaxshi. Bu degani akalar. Biz beshinchi qavat. Ana qavatga tushibmiz-ku biz. 7 metrga tushibmiz. Qani o'zi shuni ko'raylik-da. Mana mavni oldik. Yo'q, hali yo'q, sandiq. Bilmadim. Qani men anaqa sotadigan joyim. Mana sotvoramiz. Mavni yozib qo'ysa kerak, pullarda. Yo'q, pullar yozib qo'ymas ekan. Onasi endi mayliqni saqlaydi. Tak. Mavni kuchaytirishim kerak. Mavni kuchaytiraman. Lapatkam yaxshiroq bo'lsin. Inventarimni kuchaytirib yuboray. 200 ming? Ularni ham kuchaytirib yubordim. Yaxshiroq bo'lsin deyman-da akalar. Tak. Biz endi mana endi zo'r olyapti. Qisaylik. Bu yo'lni ochishim kerak endi. Sakrab chiqishga yo'l kerak-da. Qani bir tushib ko'raychi. Palakka. Sal kengroq qo'yirish kerak bu yoqda.
qilib qolmasligim uchun. Keyinroq qilib galasam, menga anaqamga osonda ertaga. Pul yana $30 ekan. Endi pul chiqadimi shundayda? Yaxshi-ku. Mana Iron Musk. Master Best. Avval. Men hozir 7 metrda ekanman-da. 7 metrda bo'lsam. Men 8 metrga tushdim-ku, qayerda ekan anaqasi? Mana qolishim kerak svetimda. Malaka. To'xtanglar, ancha naqd qo'ygan. Qaysi tomonga kalagan? Mana ekan. Hoppa, mana. Endi anaqa kerak emas bizga. Sotib yuboramiz shuni. Taki $8. $8 qilaman men. Hop, necha akalar, necha nima qilmaydi. Hop. Yaxshi. Sal keyinroq kaloriyalik. Bosh tursa o'zi kablar ekan. Qaranglar, o'yin qiziq, mayli, xo'p, qiziq. Reklamaga pul bormi? Reklama, nada reklama? Men 8 metrga tushdim-ku, narsa yo'qmi ekan? Men endi Iron chiqyapti. Irondan ko'proq olish kerak endi. Inventarim to'ldi. Qayerdan chiqardim ashtani? Chiqdim. Sotib yuborsaylik. Tak, Iron. $5 ekan-ku Iron. Olmayman endi. Iron olmayman endi akalar. Arzon ekan. Arzon. Tak. Nima qilsam bo'ladi? Inventarimni katta qilaman. Hozir pul topib turursinchi. Keyin ko'ramiz-a. To'xtanglar, mana qani ko'rib olay. Bunday bo'lsa, tak uyim qanimi? Uyim bo'lsa, non tomonda ekan demak. Ashtonga qarab kablaymiz. Mashit. Talaga olib qo'yapman. Ondan ko'proq kerak bizga. Hop. Uravin ham ko'payib kelar ekan ta'min. Lelila. Vız viyama. Ogalo atia. Kaloriylikcha bir gap bo'lar. Men просто bilishim kerak akalar. Kurs qo'ygan-ku, o'shaga borish kerak demak. Bekor kurs qo'ymaydi-ku ular ham, to'g'rimi?
Qalay inventarim qolma. Inventarim debman. Mayli, musulmonlar olib ketaver. Anaqami to'libdi-ku. Qayerdan chiqib ketsam bo'larmi? Inde. Hoppa, ana chiqib oldim. Hop, sotib olaylik buni. To'ldirib oldim. Pulimiz normal ekan. Mana katta qilaymikan, yo'qmikan, shuni o'ylab o'tiribman. Mana katta qilib olaymisan? Yana 300 yig'aman. Inventarni katta qilib normal yig'ish kerak-da, qarochi. Xo'p, mana qarab ketayotganmidimmi? Mana qama pank. Mana mayda fanarik. Hech bo'lmasa fanarik yorib turibdi. Qanday internet yo'q qilsam bo'ladi? Pul to'lash kerak ekan, internet yo'q qilish uchun. Internet debman falakka nima deydi? Reklamani yo'q qilish uchun. Nasıl reklama jonga tegib ketdi akalar. Ishqilib yo'l bormikan deylar. Mana bittani qoldim $30. 300 yig'ib olay. Lapatkam kuchaytiraman. Kuchaytirmasam bo'lmaydi. Yaxshi kalamayapti. Eng qizig'i, eng oxiri qanaqa ekan-a? Lekin faqat shu lapatkada qolarmikan? Masalan, boshqalarda drill bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi, tutosida. Beniki yo'qmi? Hoppa. Olib ketaver, sotaman. Qutloq chiqish qiyin bo'lib qoladi. Voy. Ana xayra chiqib oldim tay. Teleport bor ekan. Seriously? Iron $10 o'tdi, mana $70. Wow, okey, let's go. $9 bo'lib ketdi. Qanisi u ko'payib ketyapti-ku? Menimcha inventarda ana o'qisam ko'payarmikan-a? Bilmadim. O'z topgan pulim ketib qolyapti. Anaqaga to'ldirishga. Nimaga anaqa bo'lmayapti? Chiqmayapti. Shaqa kablar dedi-ku, mana kablar shaqara. Lekin chiqmayapti. Yarkisini baland qilishga qaror qildim. O'zim ko'rinmayapti menga. Ozgina ko'rinib tursa bo'ldi-da. Mayli, akalar sotib olamiz xos. O'tira olmaylar. Okey. Inventarim yana kam qoldi. Inventar deb nima? Batterik kam. To'ldirish kerak. Şimdi olib ketaymi ulardan? Mana hidro bo'ldi. Bundan to'ldirdik.
Tegmakdan chiqamiz, ha? Hoppa, chiq. Yaxshi chiqdi oldi. O. Tak, biz inventar axir inventar deyman-a, shuni. Bitta mana qadam olaydi. Keyin hoppa o'xshatiramiz. Ketdik. Endi qani olishi qiziqyapti. Nimaga chiqmayapti, yurmayapti? Demak, fanar qayerga qo'ysam bo'ladi? Tepasiga qo'yib qo'yaymi? Prosta qo'ygan payti borku. Yalarni yoritish kerak-da. Chap qo'yaman. Hoppana. Yalar esa kablab ketaveradi mana. Mana kablyapti. Muhimi ko'rinib tursa bo'ldi akalar. Sal pastroqqa tushib ketib qolibman-ku, 9 metrga. Mana keldi qayerdir. Qayerdir keldik. Tung keldi-ku. Ha, mana akalar. Shu bo'lsa. Ayo, pulakan bu. Lekin anagacha keldik-ku mana. Qanday yoqqa chiqamiz? Короче, tushunmadim. Bu nima qiladi onasi o'zi? Chunki qaranglar, mana bu narsa ko'rsatib qo'ygan, nimanga mana. Mana hozir mana shu yerdan 8 metr joyga bunday bordim, safe degan joyga. Lekin topolmadim. Aynan qaysi joyni bilmayman-da, lekin mana. Mana uyda to'g'risida, uy to'g'risidan tushdim men. Bar bo'lmadi. Avval. Nima bo'lsa ham. Turishchi qani mana. Reklama so'madi bu. Sotaylik. Xo'p, biz nima kuchaytirsak bo'ladi? Mana kuchaytiramiz, olamiz. Tak. Bu ham $1 o'tdi-ku, kalasi bo'yog'i. Tak, batareyka tez ketib qolyapti, ekan kuchaytirish kerak. Setbekni hozir sotganim yo'q. Tak, svet kerak emas, hozircha bizga svetimiz normalniy. Bu xabar ochilmaydi. Xo'p, qani biz yo'l mana. Qayerga kirma? To'xtanglar, bu yerda nima qilamiz? Bo'ldi, bu yaxshi shart emas-ku endi. Ko'rib o'zlaringga bo'lmaydi-ku bu yerda. Ketaverish kerakmi bu yerda? Ha, bu sakkiz yo'l yaxshi. Lekin rostdan topolmadim, bo'ldi, bu yaxshi shart emas. To'g'ri ketaveramiz pastga. Pastga ketaverish kerak, boshqa iloji yo'q. Bitta svet olish kerak ekan, fanarik. Xo'p. Olamiz.
Olmonlik keng qilib olib olaylik. Fanar olish kerak ekan, fanarsiz bo'lmaydi deb aytaman. Hoppa, fanar olish. Bu nima ekan? Buni portlatish kerak ekan. Buni portlash uchun menga dinamit kerak. 100 ga sotib olamanmi? Qo'ya 100 ga sotib olaman. To'g'ri bosib ketaveraman men. 90 dan fanar olib olay. Ko'rinmay qolyapti to'ta. Hoppa. Hep harakat men bu tomondan chiqish yo'l deb o'ylayapman. Hop, mana mashina sotib olamiz. Tak bitta mana qadam olamiz. 15. Keyin fanar ikkini ham olamiz. Hop, tushamiz keyin. Endi qotmasa-da bu o'yin ham. Opang. Tak. Fanarikni qaq qo'ysa edi bular. Tak, maytda bomba portlatsam bu yomon ketadi. Bashab qo'yamiz. Hoppa, ana. Xo'sh, shuni portlatsam-da. Nima beramikin? Nima yo'l yoqib qo'yamikin shundayda? Onasiz hali anaqa chiqqanda yo'q, yangi narsalar. Men 13 metrdaman. Menimcha eng pasti 15 edi-yu, ha? To'xtala, eng pasti 15 bo'lishi kerak. Ha, xo'p, 15 bo'lishi kerak past. 55 ekan. Tak, qanday chiqsam bo'ladi? Tak, mana shuni tepasini. Hoppa. Mashina chiqsam bo'ladi. Hoppa, chiqib oldim baribir. Men baribir chiqaman. Tak, tak, menga nima kerak edi? Bomba kerak edi. Tak, 100 ga bitta dinamit olamiz. Qochib yo'qman. O, mana. Lekin nima qilishingizga bor, pul berib, просто tak pul berar ekan akalar. Tak, bo'lmasa akalar, videoni shada to'xtatamiz. Video cho'zilib ketyapti, buni stream o'ynash kerak. Ham reklamasi ko'p ekan, reklamasi umuman yoqmadi menga. Tak, videoni shada ko'rganingizdan like bosib qo'ying, kommentariya bosib qo'ying, akalar. Bo'lmasam keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.